Mana men nomdan ishlagan moshennikni basharasi. Endi kim men nomdan moshenniklik qilib, meni mahsulotlarimni sotsa yoki videolarimni, rasmlarimni ishlatsa, meni mahsulotlarim bilan hammasiga 6.500.000 shtrafni to'lataman. Endi hammasiga qonundan yondashdim va o'z kontentlarimga, video rasmlarimga avtorskiy pravani registratsiya qildim. Endi kimki meni video rasmlarimni ishlatsa, har biriga заявление ayamasdan yozaman va 6 million shtrafni to'lataman. Bittasi ham men nomdan ishlagan, odamlarni aldagan va men 102 qilib ustidan yozdim заявление. Uni menga bir zumda topib berishdi. Zaybleniyani olman to'laysan dedim. Keyin butun oilasi bilan yorvorib kechirim so'rashdi. Mana kechirim videosi. Opa nomlardan ish boshlagandim, uzr so'rayman. Klientlardan ham uzr so'rayman. Set savdosini boshlagandim, hammasini tozalab qo'ydim. Boshqa umuman qaytarilmaydi. Uzr so'rab qolaman. Har kim men nomdan men video rasmlarimni ishlatib ish qilsa, Instagramda basharasini ko'rsataman va заявление yozaman. Va bu safar hech kimning заявлениясini qaytarib olmayman. Hammalarni ogohlantirdim. Va meni profilimdagi sevimli qizlarimga iltimos, kim meni videolarimni ishlatishini ko'rsanglar, sразу menga tashlab beringlar. Ogohlantirish qilmayman va sразу yozaman. Kechirimlarga уже qaramayman. O'shanga endi o'ylabroq ish tutinglar.